Cobalt narxlari rostdan ham arzonladimi degan akalarimiz uchun hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazbi do'stlar, hafta kuniga yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridan xudo xolasa sizlarga Cobalt narxlarini yoritib beramiz. Video boshidan bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Bo'lmasa biz video roligimizni boshlaymiz. Like'larni aymasdan bosib qo'yasizlar, kommentariyada fikrlarni yozib qoldirasizlar. Sizlarga yili pastroq 20, 21, 22 Cobaltlardan xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilamiz. Video davomida narx-navolarni ham aytib o'tib ketaveramiz akalar. Bo'lmasa biz video roligimizni boshlaymiz. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Hop, birinchi Cobaltimizdan 2022-yil ishlab chiqarilgan, yurgan probeglari 79.000 probeg yo'l bosgan akalar. Hop, kraskalari top-toza, mashina avtomat. Salon qismlarini ham bir qator sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Hop, mana monitorlari bor, video registratorlari bor, poliklari tashlangan, radnoy chexolda akalar. Balonlari ham balon holatlari. Motorlari keladigan bo'lsa, propanlari bor akalar, 4-pakalini oxirgisidan qo'yilgan, qishni kuni mazza qilib haydayman degan akalarimiz uchun mana shunaqa variantidan. Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib nafaqat komissiyalarsiz pul yuborishingiz, balki uydagilaringizga ro'zg'orbob bo'lgan sovg'alarimizni yutib olishingiz mumkin. Aksiyamiz doirasida televizor, kir yuvish mashinasi, smartfon, mikroto'lqinli pech, chang yutgich va pul yutuqlari sizni kutib qoladi. Ushbu sovg'alarimizdan birini yutib olishni istasangiz, ilovamizni yuklab oling va qolganini o'zingiz sinab ko'ring. Ro'zg'orbob aksiyasida ko'rishguncha. Soatlab gazda o'chirib turmayman deganlarga mana propanli qo'yilgan tayyoridan akalar. 2022 79.000 probeg, kraskalar top-toza, propan gazlari bilan narxini bilib beramiz hozir akalar. Xo'p, narxiga qiziqqanlarga aka buni narxi qancha edi? 10.800. 10.800 dollar kami bor akalar. Mana bu tagida akalar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Tabletka propanlari bilan tagigacha sho'nkalari qilingan. To'q, keyingisi 26.000 probeg yo'l bosgan akalar. 2024 26.000 probeg yo'l bosgan. Gazi bor, sho'nkalari 100% qilingan. Hop, mana yondan ko'rinishlari akalar, hozir gazlarni ham bilib beramiz. Qanaqa gazlar qo'yilgan. Tonirovkalarigacha urilgan akalar. Salon qismlari mana tablolarigacha o'zgartirish kiritilgan. 4-pakalina metan gazlari bor. Qiziqqan obunachilarimizga. Aka buni gaz metan edi-a? Narxi 11.800. 11.800, 24-26.000 yurgan akalar mana. 11.800 dollar kami bor. 97-640, 20-94 raqamiga aloqaga chiqasizlar. O'zingizlarni qiziqtirgan savollarni berib, bemalol mashinani xarid qilsanglar bo'ladi. Davom etamiz Cobalt qatoridan akalar. Navbatdagisi ham 29.000 probeg yo'l bosgan akalar, ko'rishingiz mumkin. Kraskalar top-toza. Mashinamizning yondan ko'rinishlari avtomat. Xo'p. Tonirovkalari urilgan akalar. Ichkari salon qismlari mana Malibu bar, o'zini radnoy rullari, magnitofon, chexol puliklarigacha bor. Xudo xolasa kerakli narsalar qo'yilmagan barlar bor, xullas tayyor holatda qilib qo'yibdi. Mana mashinaning yondan, orqadan ko'rinishlari. Narxini bilib beramiz. Bemalol o'zingizlar aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar. Xo'p. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, buni ham xuddi shunaqa 11.800 dollar deyishdi. Kamini qilib beramiz. 4-pakalini metan gazlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin.
Aka buni yili necha, buni ma'lumoti yo'q ekan. 23. Avtomat akalar. Ko'rishinglar mumkin. Salonning qismlarini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Salon qismlari o'zini родной chexol nima sidinasida poliklari bor, video registratorlarigacha qo'yilgan. Mana akalar 23 Cobalt emas. Buni qanchaga beramiz aka? 18 ga beramiz. 10800. Mana yerda petno bor, mana shu yerda. Mana shu yerda kichkina petnocha bor. Aha. Bo'ldi, qolgan joyi toza, benzinda 38 ming yurgan. 38 ming yurgan. Chap taraf kapotini hozir chekkasida kraskasi bor, qolgan joylari top-toza. Bemalol ustidan olib kelib tekshirtirib olaverasizlar. Xudo xolasa. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Nomerni ham yozib qo'yinglar. 87lik 927 952 2995 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Mana 24 ta ayting narxini. Akalar so'rayapti. 11700 aka. Xo'p, davom etamiz. 25 akalar. 25-yil ishlab chiqarilgan. Kraska toza. 5800 kilometr masofa bosib o'tgan. Polni shumka akalar. Mashinani. Yo, bo'ldi shartmi. Ha, polni shumkalari bo'lgan, 4 ta yangi balonlari qo'yilgan akalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Midnight ishqibozlariga salonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Yurgan masofasi ko'rinadi, hamma yog'i zavod holatda. Bularni 5000 yurganlarni pastda yangi hisobda turadi akalar, bilasizlar. Xo'p, Midnight ishqibozlariga 4 ta yangi baloni bilan holatlari. Ayollarga ham qorlar kirib ketyapti. Narxi qancha aka? 13 ming. 13 kami bor. Bozorgami? Mana akalar, 13 ming dollar kami bor. Bozor. Bunga qilingan xarajatlar 4 ta yangi balon qo'yilgan. Mana tayyorda. 25. Endi akalar sizlarga 25-20 lardan ko'rsatib o'tamiz. Yili balanddan so'raganlarga 25-7000 kilometr yurgan kraska top-toza navorotlari bor. Qanaqa navorotlari bor deganlarga mana 4 ta yangi balon qo'yilgan. Yaxshisidan salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar. Malibu bar, Malibu roll, yaxshi chexol, polik monitorlariga dor qo'yilgan. Mana akalar holatlari. Faqat jentraga emas, Cobaltlarimizga mana Malibu bar rollarimiz chiroyli holatda tushadi. Shunaqa qora rangidan olaman deganlar bo'lsa, bitta tonirovka urib olasizlar. Mazza qilib yurasizlar bitta bo'lib akalar. Hozir narxini bilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 13 ming kamli qo'ydim. 13 bo'lish a? Bor. 13 ming dollar bo'lish akalar. 7000 kilometr yurgan. Bunga qilingan navorotlarni ko'rsatib o'tdim. Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. 95 439 86 00 raqamiga. Bu ham 25 a? O'zi 25 ekanda sizlar asnoylar, ha, yili yangilari. 15 ming masofa yo'l bosgan, metan gazlari bor akalar. Kraskalari top-toza. Bu ham Midnight akalar. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tgan 3 ta Cobaltimiz ham Midnight bo'lyapti. Buni ham navorotlari bor. Ichkari salon qismlarini ko'rsatib qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin. 4 ta yangi balonlari qo'yilgan. Xudo xolasa olib mazza qilib haydaysizlar. Ichkari salon qismiga keladigan bo'lsak, xo'p, chexol poliklari bor, star stoplarigacha qo'yilgan. Monitorlariga dor bor, video registrator, xullas tayyor holatga olib qo'yibdi. Olib minsanglar bo'ldi. Buni qanchaga beramiz aka? Bu ham 13 ming bo'ladi. Bu ham 13 bo'lish, ha? Mana. Tayyordan olaman deganlarga 13 ming dollar, bu ham 13 ming dollar. Xo'p, 20 miz bor, keyin 24 miz bor. Shularni ko'rsatib o'taman. 2020 ga 21
125 ming masofa yo'l bosgan. Largo archa balonlari qo'yilgan ekan mana. Yumshoqdan. Motor holatlari 4-paketli metan gaz uстановка qilingan. Hop, kraskalari. Aka, buni kraskasi qanday? Kraskasi toza. Kraskasi 100% top toza. Narxi aka 20. 10 mingdan o'tib beramizmi? Nah. Mana akalar naqd pulga olaman deganlar bo'lsa 10 mingdan tushib beramiz. Xudo xolisa deyishyapti. Mana yangi yil oldi mashinalarni arzon berib yuboramiz deyishyapti. Telefon nomerlar 99 097 07 85 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi Cobalt'imiz 2024. Xo'p, yurgan masofasi qancha buni? 29 ming probeg yo'l bosgan. Ko'rishinglar mumkin. 4-paketli propan gazlari bor. Mana mashinani olib maza haydayman deganlarga akalar propanda hozir davri keldi. Soatlab ochirib turmaysizlar. Mana salon qismlari ko'rishinglar mumkin. Yaxshi chexol poliklari qo'yilgan. O'zini radno magnitofonlari bor. Propanligidan xohlaganlar bo'lsa, mana propan qo'yilgan. Xohlasangiz metan, propan, muammo yo'q. Kraskalari top toza 29 ming probegda. Hozir narxini bilib beramiz. Narx qancha aka 24? 11.800 dollar. Kami bor. Hozir telefon nomerlari 99 097 0785 raqamiga aloqaga chiqasizlar. O'z bilasizlar akalar, bozorda Besprabik Cobalt'ning narxi 12.500 dollar sotilyapti. Endi bularni narxini o'zingizlar solishtirib ko'rasizlar. Endi bular aytilishi shunaqa, narxidan 200, 300, 500 dollargacha o'tkazsa bo'ladi. Mana mashina bozoridagi holat. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Kommentariyada mana aka. Mana akalarimiz ko'z tegmasin. Endi bir tarbiya degani shunaqa bo'ladi-da, mana. E'tibor bermaymiz chetdagi gaplarga, ovozlarga, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bugun mashina ham kam akalar, bozorda odam ham kam. Xudo xolisa keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolamiz. Kuzatishda davom etinglar akalar.